har oy bir oyda 2 marta tadbirkorlar bilan uchrashuv bo'ladi. Unda tadbirkorlarning qanaqa masalasi bo'lsa, muammosi bo'lsa, bizda bor kreditlar bilan kredit to'layapti, o'sha muammolarni hal qilib beramiz. Misol ayollarga 23% 5 yilga kreditlarimiz bor, mahalla loyihasi kafillik asosida beriladi 50 milliongacha. Kimdir qiziqishi bo'lsa, tadbirkorlik bilan shug'ullanmoqchi bo'lsa, bemalol olsa bo'ladi. 17 millionlik biznesga ko'mak loyihasi dasturi ostida ham beriladi. 4 yilga imtiyozli davri 6 oy. Bu ham kafillik asosida beriladi. O'zini o'zi baxtigan ishsiz odamlarga beriladi. Erkak kishilarga 25%. Kimda har savol bo'lsa, muammosi bo'lsa, versiyani bo'ladi, qiziqtirgan, ochiq muloqot. Kredit olmoqchi bo'lib, hozir mening kreditim bor, ustiga kredit olsam bo'lmaydi, xo'sh. Yo'q, ustiga kredit bermaydi, kredit olmaslik kerak. Kafillar ham muammo bo'lyapti, pensionerlardan ham olsa bo'ladimi? Kredit beriladi, lekin pensioner kafil bo'lsa bo'ladi. O'tyapti. Ha, o'tadi. Yosh chegaralanganmi shunda? 18 yoshdan pensiya yoshigacha oladi. Pensionerlarning kafillik yoshi chegaralanganmi? Ha, chegaralangan. Ayollarga 23%, erkaklarga 25%. 5 yil, 4 yil, 1 yil. 3 yo'nalishga kredit bor. Faqat kafillikmi? Ha, 3%. Tez olish kerak. Hatta yuridik kreditlarimiz bor. 300 million zavod sizlarga asosan keladi. Zavod qo'yilsa, noturar bino, moshina bo'lishi kerak. 20% u 300 milliongacha beriladi. Faqat 300 millionga qancha garov qo'yish, zavod qo'yish? 75% oladi, 70%, 75% oladi. 20%. Qanaqacha traktorlarni ekskavatorga o'xshagan bo'lgan? Qo'yadi. Uy bo'lmasa bo'ldi, yashayotgan uyingizni olmaydi, samolyotga to'la olsangiz, Sizlar yer baholash qaror olmaydi, musulmonchilik ham to'g'ri. Shuning uchun zavodga noturar mashinalarni olsa, siz to'la olmasangiz qo'yadi, balansiga o'tadi, boshqa odamga sotaveradi.